belimde girişe bo'lib, ayağım panjalari ishlamay, chap ayağım yurganingda bo'ysunmasdan tap etib, nervlar qisilib, umuman yurish holati to'xtal holatga kelib qoldi. Bir 15 yildan beri shu holatda yurardim. Operatsiyadan qo'rqib yurardim. Qancha torttirdim, massaj qildirdim. Umuman vaqtincha hamma og'riq qoldirib turar ekan, keyin battarlashtiramiz ekan. Unaqa qilmash kerak ekan. Girijami mutaxassisga kelish kerak ekan. Uni ko'rsatmasangiz bo'lmaydi, iloji yo'q ekan. Qancha analizlarni ko'rdi. Qon to'xtaganda, qon yurish to'xtagan, haqiqatda oyog'imda muzlar, tizzamdan past sezmardi, chap oyog'im. Shu Rasuljonni eshitib, vodiydan keldim, Andijondan. Operatsiyadan yaxshi chiqdim. Mana oyoqlarim qon yurib, endi mana nervlar ochilib, Xudoga shukr, oyog'im qizib, pastyanni muzlagan holatda yurardim. Hozir endi oyoqlar qizib, harakat yaxshi. Operatsiyadan ham hech qancha vaqt o'tmadi, tez vaqtda ichida chiqdim. Og'riqlarni sezmadim, operatsiyani sezmadim umuman. Endi mana Xudoga shukr, oyoqlarim qizib, bosgan qadamlarimni o'zim sezyapman. Sezmay qoldim. Qadam sezmardim. Rasuljonga rahmat. Doktorlar hammasi qo'l dard ko'rmasin, kam bo'lmasin. Bu bemor akamiz bizga murojaat qilib kelgan paytlarda chap oyoqlari umuman sezmayotganligiga, oyoq panjalari ko'tarilmasligiga shikoyat qildilar va og'riqlar juda ham kuchli, pristopobraziy bo'lib turib kuchli bo'lar ekan, kechalari qimirlagan paytda kuchayib ketadigan. Keyin MR tekshiruvlarini ko'rganimizda L3, L4, L4, L5 sohalarida kuchli stenoz bilan birga va chap tomonlama grija chiqqanini ko'rdik. Endoskop yordamida ikkita sohani L3, L4, L5, L4, L5 sohalaridan to'liq dekompressiya va grijasini olib tashlash amaliyoti o'tkazildi. O'tkazilgandan ertasi kuni uyga chiqib ketgandilar. Mana 3-kuni perveskaga kelyaptilar. Hozir bog'lovlarni almashtirib qo'ydik. Top-toza yaralari, yurishlaridagi o'zgarishlar, oyoqlardagi sezishlar ham yaxshi tomonga o'zgarishni boshladi. Agar nervlardagi qisilish juda ham kuchli va klinik belgilar, o'sha oyoqdagi harakatlardagi kuchsizlik boshlanadigan bo'lsa, buni kechiktirmasdan operatsiya yo'li yordamida nervlarni bo'shatish kerak bo'ladi.